Salom, Rabbimiz va najotkorimiz Iso Masihning otasidan inoyat va tinchlik bo'lsin. U yagona, haqiqiy, osmonu yerni yaratgan, tanaga aylangan, oramizda yashagan. Bugun hayotingiz uchun Xudodan kelgan ajoyib xabarim bor. Men havoriy Michael Angeloman va bugun biz ilohiylik haqida gaplashamiz. Iso Masihning ilohiyligi. Xush kelibsiz hamma. Braziliyaning Rio de Janeiro shahridagi tirik Masih cherkovimizdan Global Gratia Missions orqali biz hozirda 92 mamlakatda 34 tilda faoliyat yuritamiz. Xabar har bir xalqning tilida yetib boradi, ammo manba bu muqaddas kitob. Barcha so'zlarning ichidagi eng buyuk kalom, eng yuqori darajadagi so'z, tirik va ta'sirchan kalom, Qodir Xudoning muqaddas kalomi, biryaktimiz, butun besh hech qachon bosh qaytmaydigan kalomdir. Kalom e'lon qilingandan so'ng uning maqsadi bo'ladi, bashoratli bo'ladi, yozilgan, maktub yozilgan bo'ladi. Keyin biz uchun koinotni yaratgan Xudo kimligini va bizning Xudoyimiz kimligini, unga sajda qilishimizni, ulug'lashimizni, qo'shiq aytishimizni, duo qilishimizni va ulug'lashimizni tushunish juda muhimdir. Masih Xudodir, ya'ni Xudoning toliqligi Masihning shaxsida yashaydi. Va ehtimol ko'pchilik, chunki biz Rio de Janeirodan tortib, Braziliyadan tortib, butun dunyoga yetib borayotganimiz sababli o'zlariga Iso aslida kim deb savol berishgan. Iso aslida kim? Chunki har bir xalqning o'z payg'ambarlari, xudolari bor. Lekin muqaddas kitob, Ibroniycha muqaddas kitob, so'zlar kalomi faqat bitta Xudo borligini aytadi. Hatto 60da ham, eski ahdda ham Rabbiy Ibroniy xalqiga eshitinglar, men yagona Xudoman deb e'lon qilgan. Shunday qilib, ko'p odamlar Iso Masihni yaxshi ustoz, payg'ambar yoki shunchaki yaxshi inson sifatida bilishadi. Lekin eng muhim savol odamlar Iso haqida nima deyishida emas, balki nima deyishida. Muqaddas kitobda Iso Masihning shaxsi haqida nimalar ochib berilgani aytilgan. Menda allaqachon muqaddas kitob ochiq. Havoriy Avliyo Pavlusning maktublaridan birida u g'ayriyahudiy cherkoviga 14 ta maktub yozgan. Shunday qilib, tomirlarda yahudiy qoni bo'lmaganlar uchun va Kolossaliklarga yo'llangan maktublardan birida. Bu 2-bobning 9-oyatida aytilgan, chunki unda ilohiylikning toliqligi jismonan yashaydi. Demak, Iso orqali butun toliqlik, ya'ni Xudoga oid hamma narsa, qudratli zot, hamma hukmdorlarning egasi, alfa unda mujassam. Omega, hakam, himoyachi, chopon, najotkor, qutqaruvchi, yo'l, haqiqat, hayot, haqiqiy tok. Haqiqiy zaytun daraxti, ilohiylikning butun toliqligiga oid hamma narsa Iso shaxsida mujassam. Demak, bu hamma narsani o'zgartiradi. Hatto bizning Rabbimizga ibodat qilish tarzimizni ham o'zgartiradi. Chunki ko'p odamlar 3 ta Xudo bor deb o'ylashadi. Ota, O'g'il va muqaddas ruh. Katolik cherkovida Ota, O'g'il va muqaddas ruh bitta muqaddas 3 birlik ekanligi haqida ritorika, rivoyat mavjud. Va bu haqiqat emas. Bu muqaddas kitobda ham, kompasda ham aslida Xudodan emas. Haqiqat shundaki, Xudo o'zini yaratilishda Ota, najotda O'g'il sifatida va hosil bayramidan boshlab ochib berdi. Muqaddas ruh orqali. Shunday qilib, endi Xudoning tanasi bor, Iso jismoniy tana.
U inson qiyofasiga kirdi va bizning oramizda yashadi. Inoyat va donolikka tola edi. Demak, Iso shunchaki Xudo tomonidan yuborilgan zot emas. Iso Masih o'zini inson qiyofasida namoyon etgan Xudodir. Shunday qilib, agar Masih Xudoning toliqligi bo'lsa, bu men tushuna oladigan, o'zlashtira oladigan va yagona haqiqiy Xudo, ya'ni Masih haqida menga oshkor bo'ladigan hamma narsani anglatadi. Xo'sh, agar Masih Xudoning toliqligi bo'lsa, nega shuncha ko'p odamlar uni undan tashqarida izlaydilar? Faqat unga xos bo'lgan mavjudot nima? Shunday qilib, bugun siz Masihning asl kimligini, borliqning toliqligini tushunasiz. Ilohiylik haqida. Kolossaliklarga yozilgan ushbu maktubga qarang. Unda toliqlik, ilohiylikning barcha toliqligi tog'ridan to'g'ri yozilgan. Gap Iso yarim odam, yarim Xudo bo'lganida emas. U qisman ilohiy va qisman inson emas. U ilohiy parcha emas. U toliqlikning timsoli emas. U toliqlikdir. Bu nimani anglatadi? Havoriy. Xudoning barcha tabiati, barcha xarakteri, barcha mohiyati Iso Masihning shaxsida jamlangan. Shunday qilib, Masihga qaraganingizda, Masihga qarash Xudoning o'zini namoyon qilganini ko'rish demakdir. Demak, u mavjud emas. Iso Masihning orqasida yashiringan Xudo. Iso Xudodir. Iso Xudoning toliq vahiysidir. Xudo inson qiyofasida. Muqaddas kitobda g'ayrioddiy narsa ko'rsatilgan. Chunki muqaddas kitobda Xudo odamga aylangani aytilgan. Odamlar sig'inadigan boshqa Xudo yo'q. Xudo taxtda o'tirgan muqaddas ruh orqali eng oliyni yaratish uchun inkubator bo'lgan Maryam ismli ayolning tanasi orqali tanaga aylangan Iso bundan mustasno. Bu oshkor bo'lgan sir. Maryamning qornidagi chaqaloq aslida Xudoning o'zi, eng oliy zot Iso edi. Demak, bu ko'rinmas, tanasi bo'lmagan zot, Xudo ruh, ko'rinmas esa ko'rinadigan bo'ldi degan ma'noni anglatadi. Abadiy, hallelujah vaqtga kirdi. Cheksizlik alfa va omega insonga o'zini namoyon qildi. Ibroniylarga maktubida Masihning borligini ko'rgan Yahudiy qoldiq Masihiylari tomonidan yozilgan ajoyib maktub. Masih, ya'ni uni tan olganlar uni Rabbimiz va najotkorimiz sifatida qabul qilishdi. Pavlus o'zining 14 ta maktubining eng muhimlaridan birini yozadi va u bu yerda Ibroniylarga 1:3 shunday deydi. U ulug'vorlikning nuridir. U uning borligining aniq ifodasidir. Qarang, bu sizning borligingizning aniq ifodasi. U hamma narsani o'z qudrati bilan, o'z qudrati kalomi bilan qo'llab-quvvatlaydi. U gunohlarni poklab bo'lgach, osmonda ulug'vorlikning o'ng tomoniga o'tirdi. Demak, ko'rib turganingizdek, u sizning borligingizning aniq ifodasidir. U ulug'vorlikning nuridir. Shunday qilib, siz bir zum to'xtab tushunishni boshlashingiz mumkin. Siz endi tushunyapsiz, qabul qilyapsiz, tushunyapsiz. Xudo ko'zlaringizdan tangachalarni, ruhiy quloqlaringizdan mumni olib tashlamoqda. Chunki siz Xudoning ruhining Masih Xudoni ifodalamaydi deganini eshityapsiz. U Xudoning aniq ifodasidir. Masihni ko'rgan kishi otani ko'radi. Bu Iso va shogird xushxabarchi Filip o'rtasidagi suhbat edi. Filip Iso kimligini tushuna boshlaganida borib, Iso bizga otani ko'rsat
dedi va bizning fikrlarimizdagi tugunni yechdi. U, Filip, men sen bilan shuncha vaqtdan beri birgamanmi? Sen hali ham meni tanimaysanmi? Dedi, hech bo'lmaganda mening ishlarimga qora. Men otada, ota esa menda. U shunday dedi, Yuhannoda men va ota birmiz. Shuning uchun Masihning yetarliligi ilohiylikning to'liqligi, barcha yetarlilik unda ekanligini anglatish kerak. Shunday qilib hech narsa yo'qolmaydi. Va biz Jonni tushunganimizda Muqaddas vahiy kitobining 4-bobida bayon etilishicha, u osmondagi ulug'vor bir taxtni ko'rganini va o'sha taxtda o'tirgan muazzam bir zot borligini batafsil tasvirlab bergan. U 3 taxtni ko'rmadi, u muqaddas 3 birlikni ko'rmadi. U bittasini, Iso Masihni taxtda o'tirganini ko'rdi va shunday dedi. Ota Xudoning ong qoli, lekin Ota Xudoning ong qoli Xudoning qoli borligini anglatmaydi. U bizning inson qolimizga o'xshardi. Asl Yunon tilida ong qol Xudoning to'liq kuchi va vakolatini anglatadi. U on tomonda to'liq kuch va hokimiyat bilan edi. U mukammal ifoda edi. Barcha shon-sharaf, barcha sharaf va barcha ulug'vorlik Iso Masihning shaxsida yashaydi. Va endi men sizga juda muhim bir haqiqatni aytib bermoqchiman. Bizga ma'naviy qo'shimchalar kerak emas. Bizga inson vositachilari kerak emas. Ruhoniy bu vositachilikni amalga oshirishi uchun ruhoniyga borishim shart emas. Masih bizning vositachimiz edi. Endi men Xudoga to'g'ridan to'g'ri murojaat qila olaman, chunki men Iso Masihni Rabbim va najotkorim deb bilaman. Va aytiladiki, parda yirtilgan, yangi va tirik yo'l ochilgan va endi bizda to'g'ridan to'g'ri kirish imkoniyati bor. Men kimdandir men uchun shafoat qilishini so'rashim shart emas. Men Xudoning huzuriga bevosita bora olaman. Demak, biz ishni yakunlash uchun marosimlarga muhtoj emasmiz. Bizga hech qanday qo'shimcha kerak emas, chunki Iso to'liqdir. Menga 7 kunlik sham yoqishim shart emas, og'zimga zarar yetkazishim, tilimni, boshimni, qo'llarimni, oyoqlarimning tagini kesishim shart emas, odam kulini yigib, og'zimga sepishim shart emas. Uning qilgan ishlari biz uchun yetarli edi. Biryaktimiz, butun 5, uning cheksiz inoyati yetarli bo'ldi. Biryaktimiz, butun 5, uning huzuri esa biz bilan edi. Yetarli. Shunday qilib, agar kerak bo'lmasa, bugun o'zingizdan tashqarida izlashni to'xtatishingiz, folbinlarga, kaft o'qiydiganlarga, kavri chiganoqlariga, astrologik jadvallarga yoki kaft o'qishlariga murojaat qilishingiz mumkin. Chunki ko'p odamlar hayotlarini ularga javob beradigan yagona manbadan tashqarida javob izlashga sarflashadi. Shunday qilib, ko'p odamlar o'zlaridan tashqarida xavfsizlikni izlashadi. Ammo o'zlaridan tashqarida tinchlik muqaddas kitobda aytilganidek emas. Muqaddas kitobda ilohiylikning to'liqligi Masihda ekanligi aytilgan. Masihga ega bo'lgan odam yashash uchun kerak bo'lgan hamma narsaga ega. Qidiruv tugadi. Masih o'zini namoyon qilganda qidiruv tugaydi. Bu xristian dinining eng buyuk kashfiyotidir. Iso nafaqat yo'l, balki Xudodir. Alleluya, u ilohiylikning to'liqligidir. Masih yechimning bir qismi emas, u to'liq yechimdir. Unda hech narsa kamchiliksiz. Isroilning 2-shohi Dovud, "Egam mening choponim, men muhtoj bo'lmayman" degan. Men buni sog'inaman. Endi undan tashqarida yetarli narsa yo'q, hamma narsa yetishmayapti.
Bilaman, biz ishlayotgan 34 ta til orasida Portugal tilida bunga kirishayotganlarning ko'pchiligi Xudoning toliqligi Masihda ekanligini, Masih muqaddas ruh orqali bizda yashash uchun kelganini bilishmagan. Va toliqlik, agar u toliqlik bo'lsa, unda payvand qiladigan hech narsa yo'q, qo'shadigan hech narsa yo'q. Topgan aniqrog'i topilgan. Masih orqali siz hamma narsani topasiz. Shunday qilib, bugun buni tan olish kuni. Bugun buni tan olish kuni. Iso va ayting, Iso, sen mening Xudoyimsan. Sen menga yetarlisan. Sizga olgan va qayta tirilgan Rabbingiz ekanligingizga ishonaman deb tan olaman. Sen tashrif buyurding, sen tiriksan, sen qaytasan, sen yagona Xudosan. Aytchi, men dunyo bilan kindik bog'lanishimga to'g'ri kelayapti. Endi dunyoga moslashmayman. Endi men Iso Masihni Rabbim va najotkorim deb bilaman. Demak, bilasizki, bu sodir bo'lganda ruh izlashni to'xtatadi. Yurak tinchlanadi. Nihoyat hayot mazmun topadi. Balki men muqaddas kitob madaniyatidan juda farq qiladigan madaniyatdagi odamlar bilan gaplashayotgandirman. Bu dunyoning biron bir joyida biz 92 ta mamlakatda 34 ta tilda mavjudmiz. Faqat bitta Xudo borligini va uning Xudosi Iso ekanligini hech qachon eshitmagan odamlar bor. Ehtimol, siz faqat biror din bilan duch kelgansiz. Siz allaqachon o'sha dinning barcha qurbonlik amallarini bajargansiz va hech narsa sodir bo'lmagan. Siz bilmasdingiz, chunki siz shu yerda, bu yer yuzida edingiz. Siz o'zingizning Xudoga tegishli ekanligingizni bilmasdingiz. Xudo sizning hayotingiz uchun yaxshiroq narsasi borligini yoki bo'lganini bilmasdingiz. Hayotingizni o'zgartirishingiz mumkinligini bilmasdingiz. Muqaddas kitobni amalda qo'llash orqali ma'noli hayot, barakali hayot, farovon hayotga ega bo'lish mumkin. Bu allaqachon sodir bo'lmoqda. Shunday qilib, siz Yaqin Sharqda, Osiyoda, Yevropada, Afrikada, Amerikada, Okeaniyada bo'lishingizdan qat'i nazar, Masih sizga keldi. Tirik va ta'sirli so'z sizga yetib keldi. Va men sizga ishontirib aytamanki, qo'lingizni muqaddas kitobga qo'yib, bugun eshitganlaringizdan keyin siz hech qachon avvalgidek bo'lmaysiz. Endi sizlar mendagi Masih ulug'vorlik umididir deysizlar. Yoki siz endi men emas, balki ichimda Masih yashaydi deysizmi? Bilasizmi, agar buni ongli ravishda aytsangiz, bu sizning najot topganingizni, xavfsiz ekanligingizni anglatadi. Najot asli yunoncha satiriya so'zida ozodlikdir. Siz shaytonning changalidan qutulib, Xudoning qo'liga tushasiz. Zulmatdan ajoyib nuringizga chiqing. Hukm, gunoh va g'azabni ortda qoldiring va inoyatga to'la hayotga, quvonchga to'la hayotga, tinchlikka intiling. Siz buni kutmagan edingiz, chunki hech bir din najotning bunday kafolatini bera olmaydi. Xo'sh, Rio de Janeiro shtatida, Rio shahrida, Rio munitsipalitetida bo'lgan sizlar uchun taklifnomam bor. Har yakshanba kuni soat 9:00 va 17:00 da biz nishonlash uchun egilamiz. Pasa yakshanbasi Iso Masihni nishonlash kunidir. Direktorimiz sizga cherkovning ichki, tashqi va boshqa tashqi rasmini ko'rsatadi. Shunda siz Xudoning bu xizmatining ko'lamini tasavvur qilishingiz mumkin. Va bizda aloqa telefon raqamlari bor.
Katedral Rio de Janeironing garbiy zonasida, Tampinho mahallasida, Romarita 320 da joylashgan. Hatto bizda ham shahar telefoni bor. Bu 0213179090. Biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Bizda sizga katta yordam beradigan ayol yepiskoplar, maslahatchilar va maslahatchilar bor. Lekin mohiyat otaning uyida bo'lishdir. Balki siz hatto evangelist masihiydirsiz, ehtimol siz masihiy tamoyillariga ega bo'lgan odamdirsiz, lekin siz haqiqatni bilmagandirsiz. Bugun sizlarga aytgan haqiqat shuki, Masih Xudodir. Yana aldanmasligingizni juda xohlardim. Siz endi haqiqat va Xudoning inoyati bo'lmagan biron bir ta'limot ruhiga bo'ysunmasligingizni va tirik Masihga kelishingizni. Bizning soborimizda yakshanba kunlari soat 9:00 va 17:00 da Romarit 320 ko'chasida. Siz uni gipsga, Google'ga qo'yishingiz va biz bilan birga bo'lishingiz mumkin. Men yakuniy masalada sizga murojaat qilmoqchiman. Braziliyadagi erkin kasb egasi, ijrochi, osmon kabi inson, sport, biznes hayoti, bank sohasi, kino va umuman olganda siyosatga aloqador odamsiz. Xudo meni sizgacha yetkazdi. Sizni zulmatdan, ruhiy qamoqdan chiqarib, chinakam nasroniylikni yashashingiz uchun. Va inson o'zini Iso Masihga topshirsa, Xudo uni najot uchun taqdirlagani uchun, Xudo inson uchun shunchalik ko'p ish qiladi. Biz bilan birga bo'ling, biz bilan bog'laning va men bugungi dasturimizni yakunlamoqchiman. Televideniye jamoamga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Ular yillar davomida meni mehr bilan, lekin juda professional tarzda qo'llab-quvvatlab kelishmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi jamoamizga ham minnatdorchilik bildiraman. Cherkov xalqiga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Kristo Vive cherkoviga rahmat. Ular xizmatga bagishlab sarmoya kiritadi. Xudoga ham juda katta minnatdorchilik bildiraman. Narigi tomonda tinglab, voy, nihoyat men Xudoni eshitdim degan odamlarga ham. Bu shaharda Xudoning odami bor, osmondan xabar yetkazadigan bir inson bor va ular Xudoning sozini dunyoga yetkazishda menga yordam bermoqchi. Bizda loyiha bor. Biz hozirda 34 ta liniyadamiz va 73 taga yetishni maqsad qilganmiz. Bu platforma bizga 192 ta mamlakatga 73 ta tilni olib kirish imkonini beradi. Bu ibodat juda katta xarajatlar, jamoa, mashaqqatli mehnat va uskunalar talab qiladi. Va men bilamanki, boshqa tomonda odamlar, men shaytonga juda ko'p xizmat qildim, dunyoga juda ko'p xizmat qildim, men bu havoriyni himoya qilaman, deydigan odamlar bor. Turbomil bozorlardan, Gilemil Mesquitadan Rodrigo Ambrosi va Fabiana Ambrosi oilasiga chin qalbimdan minnatdorchilik bildiraman. Yaxshi ovqatlanish degani, bu vazirlikning ko'p yillardan beri hamkori bo'lgan Turbomildan xarid qilish va bu haqda xabar tarqatishda hamkorlik qilishni anglatadi. Rahmat Rodrigo, rahmat Fabiana, minnatdorchiligim. Zinzanedan do'stim Renato Villarinho va Claudia Richer hamda ularning sevimli oilasiga. Zinzane bu imonda ma'naviy ildizlarga ega bo'lgan kompaniya va yaxshi kiyinish ramzi. Zinzane kiyganlar chiroyli kiyinishadi. Va men bu juftlik va ularning oilasiga 30 yildan ortiq vaqt davomida bizni juda yaxshi ko'rgan va loyihaga sarmoya kiritganlari uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. So'z o'qish uchun so'z kishanlangan emas, so'z o'qish kerak. Va biz barcha ijtimoiy tarmoqlarda, sun'iy intellekt platformalarda, diniy marosimlarda, adabiyotlarda bizda 360 ta kitob bor. Bizda Portugal, Ispan, Ingliz, Italyan va nemis tillarida kitoblar mavjud. Bizda u yerda juda kuchli xushxabar tarqatish kuchi bor va biz buni juda xohlaymiz.
Xudoning kalomini dunyoga yetkazishda ushbu muqaddas havoriy bilan samimiy, chin dildan va kamtarlik bilan yelkama-yelka turgan barchaga minnatdorchilik bildiraman. Muqaddas havoriy deganda men xizmatni nazarda tutayotganimni aniqlab beray. Men inson sifatida havoriylarning eng kichigiman va havoriy deb atalishga loyiq emasman. Lekin Xudo uchun chaqiriq bor, yo'l bor va mana yo'l degan ovoz bor. Hurmat uchun katta rahmat, obro' uchun rahmat va unutmangki, yagona va yagona Xudo bo'lgan Xudoning ismi bor. Rabbimiz Iso Masih, Rabbimizning ulug'vorligiga inoyat va tinchlik bo'lsin. Keyingi uchrashuvimizgacha